Dada, O'zbekistonga uyga qaytmoqchiman. Nima qilasan uyga qaytib? Uyda qurt topiysanmi? Hali borganingga atiga endi 9 yil bo'ldi. Nima gaping bor? Dada, yangi yilga sovg'a jo'natmoqchiman sizga. Menga sovg'a pog'ing kerak emas, shundaymi? Menga quruqdan jo'nat. O'shani o'zi sovg'a. Voy, xavotir olmang, u oylikdan tashqari premiya. Ha yo'q, oylikdan tashqari bo'lsa mayli. Qara, как раз Sankt-Peterburgda Aptavik Nomeradin degan onlayn do'kon bor ekan. Ana shu yerda iPhone, Android, aksessuarlar, naushniklar, xullas hamma sovg'a salomlari o'sha yerda ekan. Butun Rossiya bo'yicha arzon narxlarda ekan. O'shandan sovg'a jo'nat mayli. Pulni ham qo'shib jo'nat. Nima deysan? Ana qo'rding salam ey. Dada, siz aytgan Aptavik Nomeradin magazindan sovg'alarni oldim. O'shalarni hammasini o'zim olib borib bersammi degandim Yo'q, uyga. o'zing boshqa joyda olib borib berasan, tushundingmi? Menga sovg'alarni jo'nat. Qara, sovg'alarni bu dastlabki qilib jo'natasan. O'zing yana hali 3-4 yil bir ishla. Chunki qo'l chaqqon, mustahkamsan, o'g'lim. Biron joying og'riyaptimi yoki? Ishla bolam. Hozir davr sizlarniki. Sen soqqani ishlab bizga jo'nat, biz kayf qilamiz bu yerda. Ha? Yig'amiz.